Ayol va erkak o'rtasidagi jinsiy hayotda qanday muammolar ko'proq yuzaga kelyapti? Erkak va ayollar bu borada qanaqa shikoyatlar bilan ko'proq sizlarga murojaat qilishadi? Masalan, ayollar ginekologga jinsiy hayotdagi qaysi muammolardan vaqt keladi? Erimdan qoniqmayman deysiz. O'sha birinchi navbatda keladi. Ayolni kayfiyati yo'q. Hattoki hozir homilador bo'lmagan ayollarimiz ham keladi, turmush chiqqanimga 3-4 oy bo'ldi yoki 1 yil bo'ldi. Faqat nima bu so'raymizki, anamizni yaxshilab yig'sang, ular aytadi. Keyin men qoniqmayman, erim tez tugatib qo'yadi yoki bo'lmasam kechgacha ko'chada yuradi, kech keladi yoki ichib kelgan holda keladi. Keyin uni oldida yotsam sigaretani hidi keladi, spirtni ichga hidi keladi. Men xohlamayman erimni deydi. Keyin tez tugatadi. Men dedi hali dedi tayyor bo'lmaganman, erim tugatib qo'ygan bo'ladi dedi. Keyin tug'ruqdan keyin esa boshlanadi, shunday holatlar bo'lishi mumkin. Tug'ruqdan keyin esa ayolni o'zida ham muammolar boshlanadi. Bola bilan ovora bo'ladi. Bola bilan ovora bo'ladi, uxlamaydi. Keyin tug'ruq jarayonida xohlasak, xohlamasak organizmda o'zgarishlar bo'ladi-yu. Organizmda o'zgarish bo'ladi, chanoq sohasida o'zgarish bo'lgani hisobiga, ya'ni bachadon pastga tushadi, qinda kengayish bo'ladi. Ya'ni estetik, ya'ni jinsiy hududda estetik o'zgarishlar boshlanadi. Va u shikoyat qilib boshlaydi, sani unday, sani yoqtirmayman, sani sezmadim. Shunaqa muammolar boshlanadi. Keyin ayol keladida, menda bezovtalik, o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qoldi. Er-xotin orasidagi, ya'ni jinsiy hayotda muammolar boshlanadi. Negativ fikrlar. Negativ fikrlar. Hozir bu juda ham ko'payib ketdi-da. Oldin shu narsani boricha qabul qilinganda, hozir esa yo'q, hozir negativ fikrlar. Negativ fikrlar, shubha, gumon. Xotinim boshqa xayoli boshqa joydamikin yoki erimni xayoli boshqa odamdamikin degan fikrlar paydo bo'ladi. Shuning uchun agar jinsiy hayotda muammo bo'lmasa, bu fikrlar yo'qoladi. To'ppa-to'g'ri. Yo'qoladi. Ayollarning asosiy muammosi mana shikoyatim dedi, ya'ni jinsiy hayotda bu noqulayliklar, o'shani to'g'rilashim kerak, chunki tug'ruqdan keyin o'zgarish bo'lgan. Asosiy muammo mana shu hozir. Rosa ko'p. Har ikkita kasalni bemorni bittasida bo'ladigan holat bo'lib qolgan. Men yana o'ylaymanki, hozirgi kunda mana texnologiya rivojlanib boryapti kundan kunga. Hozir lazerli amalajivaniya deydi, har xil muolajalar qilinadi va o'ylaymanki, har bitta tug'ruqdan keyingi bo'lgan ayol ginekologga borib, albatta tekshiruvlardan o'tib va lozim bo'lsa, ko'rsatib bo'lsa, mana shu muolajalardan foydalanish kerak. To'g'ri aytdingiz. Bu oiladagi muhitni avvalambor mustahkamlab beradi va xo'jayinni eri o'ziga yana ham bog'lab qo'yadi. To'g'ri aytdingiz. Men o'zi asosiy bemishlik bilan shug'ullanaman. Keyin mana hozir men 2 yildan beri nega lazer muolajasi bilan ham shug'ullanib boshladim. Chunki kelishadi 5, 10, 15 yil bo'yda bo'lmagan, homilador bo'lmagan. Keyin homilador bo'ladi, bitta homilador bo'ladi, ikkita bo'ladi, keyin jinsiy hayotida noqulayliklar boshlangandan keyin bularning orasida keyin bir-biriga kelishmovchilik boshlanadi. Shuning uchun hamma bemorlarga mana bitta tug'ruq bo'ldimi, tug'ruqdan keyin demak bolang 6 oyga yetdimi, mana 5-6 oylik bo'lganda bitta lazer muolajasini ol. Ya'ni intim zonalaring to'g'rilab olgin. Keyin yana tug'ruqdan keyin yana olgin. Shunda ya'ni intim hayotingda ham muammo bo'lmasin va o'zing salomatligingda ham. Chunki o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, o'zini yaxshi, ya'ni qulay his qilib boshlaydi va shu bilan birgalikda ya'ni salbiy boshqa kasalliklardan ham qutuladi-da. To'g'ri. Aytdingizku, uzoq vaqt yashamasa, kelishadi-da, meni erim ishlagani ketdi yoki chet davlatga ketdi. Endi har xil oilaviy sharoitga qarab 1 yilga, 2 yilga, 6 oyga ketishi mumkin. Ana endi erim ketdi, menda endi kasallik boshlanadimi? Ularda xavf boshlanadi, qo'rquv boshlanadi. Men kasal bo'laman, onkologik kasal bo'laman, ko'kragimda muammo boshlanadi. Demak, men nima aytmoqchiman? Tana bilan vujud birga ishlash kerak-da, chunki o'zimizni fikrimizni to'g'ri biz aytib bilishimiz kerak. Chunki menda hayzim buziladi. Erim yo'q. Demak, men birga bo'lmayman. Menda qoniqish bo'lmaydi. Demak, men onkologik kasal bo'laman. O'ziga o'zi programma qilib qo'yadi ayollarda. Tushunyapsizmi? Bu ham albatta o'sha kasalliklarga keyin qadam qo'yib boshlaydi. Chunki ayol faqat shu narsani o'ylaydi-da. Chunki biz nimani o'ylasak, mana o'sha narsani erishadi. Istaginga qarabda hamma narsa. Shuning uchun fikrni to'g'ri aytish kerak. Ya'ni har bir aytayotgan, har bir qilayotgan o'zimiz istagimizni to'g'ri aytishimiz kerak bo'ladi. Bunga albatta e'tibor berish kerak. Mana qiz bolalar. Mana bitta ko'rikka keldi qiz bola, balog'at davri, hayz kelgan. Bu qiz qo'rqib ketgan.
qo'rqib ketgan, chunki tushunmaydi. Bunda uyda tushuntirib berilmagan. Uyda tushuntirish kerak-ku. Hayz kelganda nima qilish kerak, ya'ni gigiyenaga qanday rioya qilish kerak, buni onalari qizlariga aytib tushuntirib berish kerak. Keyin bu qizda qo'rquv, qayerdan ham men qiz bola bo'lib tug'ildim, qayerdan ham bu hayz keldi, umuman hayzni xohlamayman. Boshlandi. Bu qizda stress, depressiya holati boshlandi. Tushunyapsizmi? Keyin bu qizga to'g'ri tushuntirib berildi. Bu ayol bo'lish, bu gunoh emas, bu yomon emas. Demak, bu to'g'ri qabul qilib berishimiz kerak. Chunki biz nasldan naslga o'tkazuvchi biz sababchimiz, to'g'rimi? Ayol dunyoga keltiradi. Shular hammasi ayolga to'g'ri tushuntirib berilsa, organizmda o'zgarishlarni, vaqtinchaligini, to'g'ri keligini tushuntirib berilsa va to'g'ri fikrlasa, bu ayolda hamma narsa yaxshi bo'ladi. Dilbar Mo'ydinova, gapingizga qo'shilaman. Bu fikr bilan vujud bir xil bo'lishi kerak, xayol bilan vujud bir xil bo'lishi kerak. Bizni hozirgi kundagi shunaqa bemorlar bor, bolalar bor, yangi uylangan bolalar. Gap boshida ham shu gapni aytib o'tdimki, qizli pardani ola olmadim deydi. Chunki fikr bilan vujud bir xil emas. Shubha o'ziga bo'lgan shubha, qo'rquv bor. Mani qo'limdan kelarmikin? Men eplolmasam kerak. Bu mani qo'limdan kelmaydi, yo'q, menimcha degan fikr chiqib ketmaydi-da. Bu fikr bilan o'zini samatsenkasini tushirib, o'ziga bo'lgan bahoni pasaytirgan, ishonchini yo'qotgandan keyin albatta ereksiya bo'lmaydi. Chunki ereksiyani asosiy boshqariladigan qismi bu miyadan bo'ladi, boshdan bo'ladi. Miya tinch bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsagina, undan keyin o'sha xohish ham bo'ladi va qilinadigan jarayon ham, ish ham ko'ngildagidek o'tadi. To'g'ri. Bu jarayonda, bu ya'ni ayollarda bu vaginizm deb aytiladi. Vaginizm. Chunki bunday holatda rosa ko'p kelishadi-da. Bunday holatda albatta birgalikda maslahatlashish kerak bo'ladi. Chunki faqat ayol bilan emasda, va turmush o'rtog'i bilan ham. Senga nimasi yoqmadi yoki nima qildiki, sen shu ishni qila olmayapsan. Nega senda qo'rquv bo'lyapti? Balki ayolda qandaydir harakati, qilgan ishi yoki biron so'zi bu yoqmagan bo'lishi mumkin. Bunga stress holati keltirish. Chunki menga ko'p keladi-da bunday patsientlar. Shunday holatda turmush o'rtog'i bilan ham alohida so'rayman. Chunki men bu ayolni tayyorlab berishim kerak-ku. Demak, men bilishim kerak. Nima xohlaydi bu erkak? Nimaga yoki bo'lmasa ayta olmayapti ayoliga. Keyin ayolni o'zidan so'rasangiz, ayol uni aytadi. Men bunday. Keyin bular bilan birgalikda urolog bilan ginekolog birgalikda maslahatlashib, kerak bo'lsa psixologni ham bo'tga qo'shimcha psixolog agar kerak bo'lgan holatda. Ana shu turmush qilishdan oldin ayol kishini ginekologga, o'g'il bolani urologga olib borib, mana shu masalalar to'g'risida gaplashish kerak-da. Bu uyaladigan narsa emas bu. Bu muhim narsalar bu. Chunki bizda o'zbekchilik, to'y bo'lgandan keyin nima bo'ldi? O'zi odam hayajonda, mingta hayajonda, mingta fikrda, nima gap, nima so'z, ya'ni bunga berilayotgan savollar uni battar to'pikka tiqadi. Shuning uchun bu narsani hamma tushunadi, to'g'ri tushunadi demoqchiman. Bundan uyalish kerak emas. Kerak bo'lsa urolog mutaxassisga kelib, qilinish kerak bo'lgan, standartga mos bo'lgan tekshiruvlardan o'tib va mana shu masalani oydinlashtirib gaplashib olish kerak. Endi gaplashib olish kerak deb, misol uchun psixiatr, psixologga borish shart emas-ku. O'sha kerakli mutaxassis urologga borsa, urolog yotig'i bilan tushuntirib beradi. Chunki bu hayajon hammada bo'ladi. Bu normal holat. Masalan, boshlang'ich birinchi kunmi yoki boshlang'ich 1-2 soat ichida ham hayajon bo'lib tursa, bu o'z-o'zidan yo'qoladi. Faqat o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolmasligini tushuntirish kerak. Bolalar hozir bu narsani urologdan emas yoki kerakli mutaxassisdan emas, internetdan qidiradi. Internetga kirib oladi, videosini ko'radi, kinosini ko'radi. Bu internetda bo'lgan jarayon bu hayot bilan, real bilan har doim to'g'ri kelmaydi. Internetda bo'lib turgan, misol uchun, film bo'ladimi, pornografiya bo'ladimi, u yerda aktyorlar. Bular hammasi o'ynab beradi o'zining rolini. Bolalarni kerak emas videolarni ko'rishi, kinolarni ko'rishi, pornografiya yoki internetdan haligi narsani ko'rib olishi, qanaqa jarayon bo'lishini, bu noto'g'ri narsa. Odam real hayot bilan virtual hayotni solishtirish mumkin emas, qiyin juda ham. Kerakmi, o'sha mutaxassisga borish kerak. Mutaxassis o'zini kasbini ustasi. Tushuntiradi, aytadi, ko'rsatadi, o'rgatadi. U ozgina bo'lsa ham o'rganib, tushungandan keyin o'ziga bo'lgan ishonch bo'ladi va birinchi kecha ham ko'ngildagida o'tadi. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lgandan keyin o'sha yog'i ham, hayoti ham yaxshi bo'lib ketadi. Xavotir bo'lmaydi, ikkilanish bo'lmaydi. Menimcha bu narsa juda ham muhim. E'tibor berish kerak. Bolalar bo'sh qoldi deguncha, yoshligida ayniqsa bolalarni qo'liga telefon berib qo'yishadi. Jim bo'lsin, jim o'tirsin, shu telefon bilan ovunsin deydi. Bu telefonku buzadigan har bitta hozir bolani ham, yoshni ham, tarbiyani ham. Biz to'g'ri tarbiya beramiz deydi. Yo'q, siz to'g'ri tarbiya berganingiz bilan atrof muhiti yaxshi bo'lmasa, ko'rayotgan
narsasi yaxshi bo'lmasa uni tarbiyalash qiyin, tarbiyalab bo'lmaydi. Yoki katta bo'lgan odamni siz tarbiyasini buzyapsiz, siz noto'g'ri gapiribsiz, siz ochiq gapiribsiz deydi bir xillar. Yoki oddiymi konsertlar, videolar, kinolar. Bu ochiq gapirishda emas, bu bolaning o'z tarbiyasi kerak bo'lsa buzilib bo'lgan. O'sha ota-onani o'zi sababchi. Masalan, u bolani masalan betarbiya bo'lishi, so'kinib gaplashishi yoki noto'g'ri tutishi, noadekvat har xil qiliqlari, bachkana bo'lishiga men har doim ota-onani sababchi deb bilaman. Birinchi o'rinda ota-ona o'sha qo'liga berib qo'yib, har xil videolarni ko'rib, kerak emas, video roliki bormi, multfilmi bormi, e'tibor berish kerak. Nima ko'ryapsan sen, nima o'qiyapsan sen deb iloji bo'lsa telefon bilan emas, boshqa narsalar bilan, o'yinchoqlar bilan aql fikrini, zehnini, zikrini o'stiradigan narsalar bilan bolani mashg'ul qilish kerak. Kitob eng zo'ri. Kitob berish kerak. Sport bilan shug'ullansin, uyini uborkasi bilan shug'ullansin. Shu bolani kelajagi mustahkam bo'lishi uchun. Keyin mana bu har doim shu kompyuterda telefonni ishlatavergandan keyin u bolada har xil kasalliklar ham kelib chiqadi-da, Albatta kelib chiqadi. o'zgarishlar ketadi, gormonal o'zgarishlar ketadi. Mana shundan o'sha boshlanadi-da, o'sha o'zgarishlar. Albatta. Bu esa o'z navbatida, ya'ni yigitlarda mana aytganingizdek muammolarga olib keladi. Qiz bolalarda esa albatta hayz siklini buzilishi va ketdi, boshqa muammolar ketadi. Bu narsa bee'tibor deb tushunish mumkin. Ba'zi bir odamlar fikri bo'yicha, xulosasi bo'yicha mana shu narsaga bee'tiborlik ham men o'ylaymanki, hozirgi kunda kundan kunga bepushtlikning ko'payishiga sababchi bo'ladi. Nega oldinlari bo'lmagan bunchalik bepushtlik? Statistikada hozirgi bilan solishtirsangiz katta farq bor. Hozirgi kunda ham masalan o'sha oldingi hayotini yashab o'tgan ota-bobolarimiz bor. 80voy, 90voy kerak bo'lsa tug'dirib, hozirgi kungacha hayoti, jinsiy hayoti bor. Chunki ular eshakda, otda, tuyada yurishgan. Yurgan. Hozir nimada? Mashinada o'tiramiz, yana abagrebni yoqib qolamizda ketamiz. To'g'ri, lekin mashinada yurib ham odam o'zini sog'lom narsalar bilan shug'ullanishga bag'ishlashi mumkin. Har xil videoga, ijtimoiy tarmoqqa emas, sport bilan shug'ullansin. O'zi ustida ishlasin, misol uchun, bilimini oshirsin. Mana bitta patsient keldi. Semiz xotinida tekshirdik, o'zgarishlar bor. Davosini yozib berdik. Turmush o'rtog'i endi ortiqcha vazn, metabolik sindrom ketyapti. Ularga aytamiz, mashinani ko'p haydar ekansiz, keyin bir kunda peshkom yuring, charchab kelaman, dam olishim kerak dedi. Bo'lmasa 1 soat velosiped haydang desam, endi kuldi. Nega men velosiped haydashim kerak? Uyalaman-ku. Bu sog'lig'ingiz uchun, chunki siz urolga har kun qatnay olmaysiz-ku, desam, o'zgarishlar ketyapti. Keyin yana ikkinchi marta kelganda yana shu gap aytildi. 2 oyga yo'q bo'lib ketdi. 2 oydan keyin keldi, ancha o'zgargan. Keyin undan keyingi 1 oyga o'tib ketgandan keyin kelyapti, xotini homilador. Kelib to'g'ri aytgan ekansiz. Men deydi, velosiped haydadim, faqat qorong'ida kechqurun haydadim, hech kim meni ko'rmadi deydi. To'g'ri, bu juda ham yaxshi mustahkamlaydi. Erkaklik salomatligi juda ham katta plusi bor. Bu uyalish kerak emas, uyalish kerak qachonki ayol kishini qoniqtira olmaslikdan uyalish kerak menimcha.